Malik ibn Dinar bir ayol riyokor degan paytda, "Oh, butun Basra ahli topolmagan sifatimni, nomimni topding-ku" degan ekan. Riyokor desa labbay deya olish kerak. Ujubchi desa ha labbay taqsir deysiz. Men emas, bu Sadullohni aytib shekilli demaslik kerak. Siz tomonga qarab biror riyokor desa, o'ngga chapga qarab kim aytyapti ekan demang, meni aytyapti deng. Labbay taqsir. Shunday deya olsangiz, amalni o'zida ko'rmagan bo'lasiz. Bo'lmasa amalni o'zida ko'rayotgan bo'lasiz. Ba'zi odam aqida ham amallardan biri. Men aqidam sof, men aqidam kuchli deb turib, boshqalarning aqidasini pastlanadi. Amalni o'zida ko'rayotgan amali habada. Men Allohni taniyman, boshqalarni tanimayapti deyaptimi? O'zida ne'matni, Allohning ne'matini o'zidan ko'ryaptimi? Habada amali. Ba'zi bir kishi sunnatga amal qilyapman, boshqalar qilmayapti dedimi? Amalni o'zida ko'ryapti, amali habada.